O'laysan? Bo'lmasa men maniki bu ham yaxshi bo'ladi. Zaryadkam bormi? Zaryadkam bormi? Bo'ldi, ketdik. Mana hozir 2012-yil Zibo savdo markazidaman. Bu Nafisa Astanovka. Xudo xolasa bu videoni saqlab qo'ysan, internetga joylaysan. Lekin rivojlanib ketgandan keyin mana aytdingiz, qo'yamiz internetga. Azim alaykum assalom. Azim hozir ham somsa sotib yurgan bo'ladi. 2025 ga kirganda ham, ya'ni o'sha yilga borganda ham somsa yaxshi ketibdi. Mana yangi kasblar chiqarar ekan, bloger degan ishdimi? Bloger bo'lib ketasiz. Videoni saqlab qo'yadi. 2012-yil olinyapti Azim aka bu video. 2012-yil. Mana qo'yamiz internetga. Azim taniganlar bitta like ketgandan keyin qo'yamiz. Ha, bilib olinglar, bilib olinglar. Ziboda lider degan do'kon bor. Xudo xolasa internetda nimalar ochilib ketar ekan. Pochta, Odnoklassniki, ijtimoiy tarmoqlar nimalar ochilib ketar ekan. Obunachilari dahshat bo'lib ketar ekan o'sha vaqtda. Mana hozir klientlar hammasi telefon olgan, aksessuar olgan kelishgan. Optim do'kon bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bo'ldi hozir. Ayt bo'lyapti. Olinyaptimi o'zi? Qo'lingizga knopkani bering. Zo'rlari bor bu do'konda. Mana bu rivojlanishda telefonlar manimcha. Hali menimcha sensorli telefonlar chiqib ketsa kerak menimcha sulton. Lekin bu telefon zo'r hozir. Hozir zo'r. Mana kamerasiga kirib bering. Mana. Ko'rdingmi? Zo'r oladi. Zo'r oladi. Instagram degan platforma chiqib ketgan-ku. Instagrammi? Bo'ldi, unda ham kanal ochamiz, yurg'izamiz. O'shanga qo'yamiz. O'shanga mana shu videoni qo'yasan. Bo'ptimi? Yaqin qo'yasan mana shu videoni. O'shani unga Azim yana kirib ketadi.